Hammaga salom Manga Dunyo oilasi. Qalaysizlar? O'tgan safar sizlar bilan jazirama issiq sahroda kechadigan asarni tomosha qilgan edik. Bu safar esa hammasi teskarisi. Bugun sizlarni muzdek sovuq dunyoga olib kiramiz. Balki shu issiq kunlarda bu asarni tomosha qilib, o'zingizni biroz bo'lsa ham sovugandek his qilarsiz. Bugungi manxuamiz Muzli sarxat. Bugun uning birinchi qismini sizlar bilan birgalikda tomosha qilamiz. Yana bir yaxshi yangilik. Ushbu manxuaning 15 ta bobi allaqachon mangadunyo.uz saytimizga o'zbek tilida joylangan. Agar keyingi qismlarni kutishni istamasangiz, video ostidagi havola orqali yoki brauzeringizga mangadunyo.uz deb yozib, hoziroq o'qishni boshlashingiz mumkin. Har doimgidek sizlardan bitta iltimos. Agar Muzli sarxat manxuasining mangadunyo.uz saytidagi asar ostiga 50 ta izoh qoldirilsa va ushbu videoga 1300 ta like yig'ilsa, keyingi qismini o'sha kunning o'zidayoq kanalga joylaymiz. Oldindan barchangizga rahmat. Endi esa ko'p kuttirmaymiz. Yoqimli tomosha. Tasavvur qiling, dunyo birdan muzlik davriga kirdi. Tashqarida sovuq doimiy -60 gradus. Bunday paytda muzlab qolgan Janubiy Koreyada issiqlik va ovqat eng muhim narsaga aylandi. Odamlar boshida birga yashashga urindi, lekin hammaga ovqat yetmasligini bilib qolishdi. Keyin uylarning sovuq yo'laklarida haqiqiy urush boshlandi. Ammo shu tartibsizlikda Hank Feng ismli yigit bor. U o'zining issiq, qizlar va ko'p ovqatli bazasida hech narsadan qo'rqmaydi. U o'tmishga qaytuvchi odam. Apokalipsisdan oldin ortga qaytib, o'zini yaxshilab tayyorlagan. Yana u ovqatni ko'paytirish hamda kattalashtirish imkonini beradigan super kuchni ham olgan. U shu bilan to'xtamadi. O'ziga issiqxona va hatto saunasi bor mustahkam baza qurdirdi. Xo'sh, bularning hammasi qanday qilib boshlandi? Keling, endi bularni hoziroq birga bilamiz. Aloqa uzildi va jimjitlik cho'kdi. Keyin birdan Han Fengni chaqirayotgan baland ovoz eshitildi. Yigit sovuqdan qaltiraganicha eshikni ochishga bordi. Teshikdan qarab u yerda o'zi yoqtirgan qiz Hyonani ko'rdi. U sovuqda qotib qolgan va arang gapirardi. Yigit uning ahvolini ko'rib, nima bo'lganini bilish uchun eshikni darhol ochdi hamda uni tezda ichkariga kiritdi. Hech kim kutmagan bir paytda Hyona sakrab yigitni o'pa boshladi. Han Feng bundan qattiq hayratga tushdi. Qiz uni shunday qattiq o'pdiki, yigit oxirida umuman so'z topolmay qoldi. U qizga nima bo'lganiga hayron edi. Eslab ko'ring, u qizni azaldan yaxshi ko'rgan. Shuning uchun bu g'alabadan o'zini juda baxtiyor his qilayotgan bo'lsa kerak. Aynan shu paytda Hyona yigitni doim sevganini aytdi. Ushbu sovuq qiyomat azoblari boshlangach, u anglab yetdiki, faqatgina u kabi inson rostdan ham o'zgalarga g'amxo'rlik qilishini u tushunib yetgandi. Hyona gapini ishonchli qilish uchun yigitga yuragi tez urishini sezishi uchun uning qo'lini olib ko'kragiga qo'ydi va u bilan barcha narsaga tayyorligini u aytdi. Ha, bizning yigitimiz xuddi mana shunday juda ajoyib shirin tuzoqqa tushib qoldi. U xayolga berilib o'tirganida, Hyona uning oyoqlari orasini ishqalab, uni hislariga tamomila g'arq qildi. Yigit ham o'z hislarini aytib, hozir umuman bunday qilish o'rinsiz ekanini tushuntirdi. Lekin Hyona rosa ustasi farang edi. U yigitga rohatlanish uchun ko'zlarini yumib turishini aytdi. Yigit rosa xursand bo'lib ko'zlarini yumdi va nima bo'larkin deb kuta boshladi. Yosh boladek quvongan yigit uchun birinchi bo'lsa, qizning ablah yigiti uni boshiga qattiq urib yorishi bilan tugadi. Boshiga tushgan kuchli zarbadan keyin uning tanasi qonga belandi. Bechora yigit og'riqdan qattiq qaltirardi. Hyona esa juda qo'rqib ketganini aytdi. U rostdan ham kimnidir shunday o'ldirishlarni umuman kutmagan edi. Lekin yigiti bu qizga o'zini farishtadek qilib ko'rsatmasligini tayinladi. Chunki ikkisi ham bu yigitdan qutulish kerakligini bilardi. Hamma faqat o'zini o'ylaydigan. Bu apokalipsisda ular Han Fengni aslo ayyab o'tirmasdi. Achinish o'rniga ular uning hamma ovqati va narsalarini topib rosa xursand bo'lishdi. Birovga yaxshilik qilmoqchi bo'lgan qahramonimiz esa qoniga belanib umuman qimirlamay yotardi. O'lim uni o'ziga torta boshladi. Uning oxirgi ko'rgani Hyonaning o'z yigiti bilan xursand bo'layotgani edi. Uning o'limiga shu ayolning qabih rejasi sabab bo'ldi. Oxirgi nafasida u qasam ichdi. U endi boshqalar foydalanib, so'ng tashlab yuboradigan o'yinchoq bo'lmaydi. Xushi yo'qolarkan, qo'rquv o'rnini yorqin va issiq nur egallab, uni asta o'ziga tortdi. Boshida u buni jannatga olib boradigan yo'l deb o'ylagan edi. Ammo ruhi juda qattiq og'riq sezib, yuzlab kichik bo'laklarga bo'linib ketgach, barcha umidlari puchga chiqdi.
Bu dahshatli holatdan keyin u to'shagida cho'chib uyg'ondi. Yuzi butunlay terga botgandi. U qayerdaligini umuman tushunmasdi. Xanfeng atigi bir necha soniya oldin jon berayotgan edi. Hozir esa u butunlay sog'-salomat. Faqat u emas, butun dunyo ham o'z joyida. Hech qanday qiyomatdan asar ham yo'q. 30 daqiqa o'tsa ham quyosh isitib turardi. U bunday issiqlikni umuman qaytib ko'rmayman deb o'ylagan edi. Xanfeng taqvomga qarab, bugun 28-iyun ekanligini ko'rdi. Aslida apokalipsis 15-iyulda boshlanishi kerak edi. Bu shuni bildiradiki, u o'limidan so'ng apokalipsisga bir necha hafta qolganda ortga qaytdi. Yuzida hayrat va sarosima hissi yaqqol ko'rinib turardi. U aslo qayta tug'ilishni kutmagan edi. Lekin bu safar u ba'zi o'zgarishlar bilan qaytib keldi. Keling biroz o'sha qizil yonayotgan qo'li haqida gaplashaylik. Xanfeng o'ziga kelganidan beri uning qo'li qip-qizil bo'lib yonishdan aslo to'xtamas edi. U qancha silkitib ko'rmasin, bari befoyda bo'ldi. Bu hisni aytsam, u nur faqatgina issiq berardi, lekin mutlaqo hech qayeri og'rimayotgan edi. Boshida u miyam men bilan o'ynashyapti deb o'yladi. Ammo Xanfeng kutilmaganda aksirib yubordi. Shundan so'ng haligina qizil bo'lib yonib turgan o'sha qo'li endi yorqin yashil tusda yona boshladi. U battar hayratda qoldi. Chunki Xanfeng nurli kuchini boshqara olmaydi va bu nur kattalashib ketadi. Vahimaga tushib, u bu yangi muammoga nima qilishni bilmay turardi. Kutilmaganda nur uning qo'lida kichraya boshlaydi. Yashil nurning ishlashi qizilidan farq qilar edi. O'tirganida u o'z quvvati birdan pasayganini sezdi. Yashil nur yongandan beri uning tanasi har qachongidan ko'proq charchagandi. Jahli chiqib qo'lini asabiy siltagan Xanfeng birdaniga bir narsani tushunib yetdi. Apokalipsis yaqinlashardi. Bularning bari xuddi u o'qishni yoqtirgan manxualardek bo'layotgandi. O'shalardagi kabi bosh qahramon qayta tug'iladi va bu safar juda zo'r kuchlarga ega bo'ladi. O'z kuchini sinash uchun u qandaydir mo'jiza kutib, u yerdan pichoq oladi. Ammo kulgili tarafi, u o'ylagandek bo'lmaydi. Pichoq umuman o'zgarmaydi. U masxarabozdek turardi. Bu haqiqatdan ham hayratlanarli. Quvvat yo'qotgani sababli uning qorni juda qattiq ochqab ketdi. Muzlatkichni ochib ko'rish foydasiz edi. Bu yerdan hech narsa chiqmadi. Vaziyat u o'ylaganidan ham jiddiyroq tus olayotgan edi. Yana hushidan ketmaslik uchun u zudlik bilan nimadir yeyishi zarur edi. Apokalipsis vaqtida asqotadigan yagona narsa bo'lmish, qovurilgan soya loviyalar solingan bankani ko'rib, u yana bir narsani o'ylab qoldi. Garchi shu zo'r ovqat bo'lmasa ham, hozircha qornini to'yg'azishga e'tibor tortardi. U bitta loviyani olib og'ziga solishi bilanoq, o'sha yosh soya birdaniga juda ham katta bir o'simlikka aylanib qolgandi. Qo'lidagi yashil nur butunlay g'oyib bo'ldi. Uning hamma charchoqlari ham tarqadi. Xanfeng, bu narsa aynan soya bilan bog'liqmi yoki bu uni yangi kuchimi? Aslo tushuna olmasdi. U bu uning yangi kuchi ekanini bildi. U avval bir nechta ishni hal qilishi zarur edi. Asosiysi, apokalipsis payti qiyinchilik ko'rmaslik uchun tezda oziq-ovqat g'amlash kerak. U to'g'ri supermarketga bordi. U yerdagi xaridorlar ko'p, hamma o'z ishi bilan band edi. Xanfeng o'yga tolib qoldi. U hozircha nurlanadigan ikki xil kuchni topdi. Yashili juda beqaror bo'lib, uni ancha charchatib qo'yishi aniq bo'ldi. Eng qiziq joyi esa o'simlikka ta'siri edi. Yonib turgan qo'li soya loviyasiga tekkanda, u birdan kattakon o'simlikka aylangandi. U hali ham o'zining yangi kuchlari qanday ishlashini tushuna olmay turganda, birdan qulog'iga juda tanish ovoz chalindi. O'tgan hayotida unga xiyonat qilgan o'sha iflos qiz, Hyona turardi. U juda go'zal, ammo butun gap shundaki, u bilan munosabatda bo'lish odamni to'g'ri go'rga tiqardi. Xanfeng u bilan uchrashganidan rosa hayratda edi. Uning sevgisi haqida qisqacha. Li Hyona 3 yil uning yashirin sevgisi bo'lgan. Yigit qizni o'ziga qaratish uchun hamma narsani qildi, lekin u faqat zaxiradagi odam ekanini bilardi. Endi esa qiz uni shafqatsizlarcha o'ldirganidan so'ng uning qattiq jahli chiqdi. Vujudini g'azab qamrab oldi. Ammo u qayta tug'ilganini o'ylab, hozir kimgadir tashlanadigan ahvolda emasdi. Xanfeng o'zini bosib, qasosni boshqa safar olishga qaror qildi. Hozir u ozgina oziq-ovqat yig'ib olish kerak edi. Hyona yigitdan xavotir olgandek bo'lib, uning e'tiborini tortish uchun qo'lini silkitdi. U qiz bilan juda xushmuomala bo'lishga urinib, Hyonaning chiroyli ekanligini va bu uni hayratda qoldirganini ochiq aytdi. Bunga javoban qiz uni shirin so'z deb atadi va bozorga chaqirish uchun yaxshi payt deb o'yladi. Ammo shunday bo'lsa, u qiz kutilmaganda rad javobini oldi. Yigit Hyonaning yonidan unga e'tibor berishga arzimasdek tez o'tib ketdi.
Bu qizni shunday esankiratib qo'ydiki, u gapirishga umuman so'z topolmay qoldi. Aslida Han Feng uning nega bunchalik mehribon bo'lib, o'zini xaridga chaqirayotganini juda yaxshi bilgan edi. Har safar yangi manga yoki manhva topasiz, ammo uning o'zbekcha tarjimasini topa olmaysizmi? Endi bunga yechim bor. mangadunyo.uz dunyodagi eng mashhur manga va manhvalarni sifatli o'zbekcha tarjimada o'qishingiz mumkin bo'lgan platforma. Sevimli mangalaringiz endi bir joyda. Hoziroq mangadunyo.uz saytiga kiring va sevimli manga hamda manhvalaringizni o'qishni boshlang. O'zbek tilida sifatli manga o'qish aynan shu yerdan boshlanadi. Qiz faqat o'zining xaridlari uchun undan shaxsiy pul sumkasi sifatida butunlay foydalanib qolmoqchi edi. U endi aslo birovlarning qo'g'irchog'i bo'lmoqchi emasdi va bu boshqa qaytarilmaydi. Valdemar savdo markazi butun hududdagi eng zo'r va katta do'kon edi. Asl tarixda dahshatli apokalipsis boshlangan payti bu joy bir kechaning o'zida to'liq tunab ketilgandi. Buni asosan kim o'g'irlagani haligacha sir. Hozircha uning birdan-bir maqsadi eng kerakli narsalarni va zarur ashyolarni iloji boricha tezda yig'ishdir. Garchi unda katta xarid ro'yxati bo'lsa ham, endi ikkinchi muammo paydo bo'ldi. Yigitda biror ish qilishga yetarli pul yo'q edi. U xafa bo'lib o'tirganida telefonga zo'r xabar tushdi. Unda bu yil uchun 170 ming yuan miqdorida qarz olish imkoni borligi haqida yozilgan edi. Bu ayni unga kerak bo'lgan eng ajoyib yutuq edi. Axir dahshatli apokalipsis payti kim qarzini qaytaradi? Shunday qilib internetdagi qarz beruvchi barcha dasturlardan tezda foydalanib, Han Feng har tomondan qarz pullarini ola boshladi. Voqea yigitning bugungi muomalasidan juda qattiq jahli chiqqan Hyonaga ko'chadi. Bu qiz kibrli bo'lib, yigit uni shunday rad etganini aslo umuman hazm qila olmasdi. U qanday odam ekanini yigitni o'ldirtirgan o'sha avvalgi hayotidan ham bilish juda oson. Hyona uni bechora yigit deya tinmay so'kardi. Uning yoniga mashina kelib to'xtab, signal chaldi. Hyona haydovchi o'zi yomonlagan yigitligini ko'rib hayratda qoldi. Aynan Han Feng edi. U qiz bilan gaplashgani to'xtab, mashinani hozir olganini aytdi. Uning aytishicha, dadasi Amerikada ko'p pul topayotgan ekan. Shuning uchun unga maza qilib yashashiga pul yuborgani tabiiy hol edi. U dadasini aeroportga kuzatib bandligini aytdi. Shu gapdan keyin qiz sal hovurdan tushib rad etilganiga muhim ish sabab bo'lgan deb o'yladi. Qiz noqulay vaqtda chaqirgani uchun uzr so'radi. Ayyor qizlardek u yig'lab, yigitning shafqatsizligidan nolib, o'zini bechora qilib ko'rsatdi. Han Fengning munosabati esa g'alati bo'ldi. Avval uni jinni dedi, so'ng Hyonadek qizni aslo tashlab ketmasligini va u juda ham muhimligini aytdi. Mamman qiz esa go'yo lotereya yutgandek rosa quvondi. Shunday qilib qiz yana o'z o'yinini boshlab, unga xuddi shunday hislarni tuyayotganini aytib, uni aldamoqchi bo'ladi. U birga kino ko'rish va kechki ovqatni taklif qiladi. Lekin qiz shu gaplarni aytib turganida yigitimiz xayr deb o'z yuklari bilan ovora bo'ladi. U shuncha yuk tashishi kerakligidan noliydi. Hatto Hyona ham u nega to'satdan buncha narsa olganiga hayron qoladi. Han Feng esa xotirjamgina bu o'z xohishi ekanini aytadi. Qizni umidlantirish uchun unga ham sovg'a olganini aytadi. Xursand bo'lgan qiz sovg'ani keyinroq ko'rish uchun uyga ketadi. Ketayotgan Hyonaning yuzida mamnunlik bor edi. U buni zo'r uddaladim deb o'ylardi. Lekin u qahramonimizning yuzida ham xuddi shunday holat borligini bilmasdi. Ular aslida tamoman bir-birini aldamoqda edi. Yigit o'z zaxira sirlarini hech qachon fosh qilmasdi. Bu uning apokalipsisda omon qolish uchun yagona yo'li edi. O'sha payt kelib, dunyo vayron bo'lganda, Han Feng uni o'ldirgan ablahdan hamda Hyonadan qasos olmoqchi edi. U bu safar apokalipsisdan maza qilib rohatlanishni kutayotganini aytadi. Ha, Hyona yaqinda o'z jazosini oladiganga o'xshaydi. Bu bo'lganda juda ajoyib bo'lishi aniq. Dahshatli apokalipsisga roppa-rosa 2 hafta qoldi. O'sha kuni butun dunyoni juda qalin qor qoplaydi. Havo harorati -20 gradusga tushib ketadi. Keyingi oyda harorat sekin-asta pasayib, -70 gradusgacha tushadi. Butun dunyo qor ostida qoladi. Tashqariga chiqishning aslo mutlaqo iloji bo'lmaydi. Shuning uchun ham oziq-ovqat juda muhim narsadir. U barcha yuklarni o'zining uyiga olib keldi. Hech kim uni narsa yermoqda demasligi uchun yaxshilab o'rab yashirdi. Eng muammoli yuklarni u tunda hech kim yo'qligida tashib olishga qaror qildi. Apokalipsis haqida gap ketganda, ikkinchi muammo elektr ta'minoti bo'ladi. U tez-tez o'chib qolishi aniq bo'lgani uchun unga ko'p yoqilg'i kerak bo'ladi. Han Feng kutilmagan hodisalar bo'lmasligi uchun 1 yillik yoqilg'i sotib oldi.
Keyingi muammoni hal qilish uchun u oddiy isitish tizimlari ishlashdan to'xtashni yaxshi bilardi. Shuning uchun uyini butunlay qayta qurish va kelayotgan apokalipsisga to'liq chidamli qilish uchun usta yolladi. Oxiri u narsalar uchun alohida xona tayyorladi. Shunda hech kim undan shubhalanmasdi va u xohlagan payti kerakli narsalarni ola bilardi. U barcha tayyorgarliklarni tugatganda 14-iyul keldi. Endi harorat chidab bo'lmas darajada tushib ketishiga atigi bir kun qoldi. Hamma ishlar poyoniga yetdi. Uning ro'yxatidagi eng so'nggi ish kuchini o'rganish edi. Qishki apokalipsisda muzlab o'lmaslik uchun faqat g'amlangan oziq-ovqatlarga ishonish omon qolishga yetmasligini Han Feyn ancha yaxshi bilardi. Aynan shu joyda uning o'simlik o'stirish kuchi yordamga keladi. Oldida o'zining kuchi bilan o'stirilgan soya loviyalari turardi. Endi ularni bitta totib ko'rish vaqti ham keldi. Asosiy muammo shundaki, u haligacha kuchini nima ishga tushirishini umuman bilmasdi. Nima bo'lganda ham u bir qoshiq yeb ko'rishga qaror qildi. Qo'rquviga qaramay, ovqat yeyishga yaroqli bo'lishiga chin umid qildi. Tarelkadagini yeb bo'lgach, loviyalar yomon ta'sir qilmadi deb bemalol aytish mumkin edi. U o'z kuchidan foydalanib, xavfsiz ovqat yetishtirib yeyishi mumkin. Eng qiyin joyi nima? Shunday yorqin nur berishini tezda aniqlashtir. U boshqa sabzavotlarni topib sinab ko'rish uchun muzlatgichni izladi. Tush payti tez o'tib, kech kirdi. Holsizlangan Han Feyn ko'zini ochib, hushidan ketganini bildi. Qo'lida brokoli bor, oshxona esa sabzavotlarga to'lgandi. Kuchning yomon ta'siri sababli u hatto tuzukroq o'ylay olmasdi. Hozircha yagona kamchilik shu edi. Boyagi soyadan yeb turib, u o'z kuchi haqida yangi narsa o'rganganini aytdi. Keling, hushidan ketishidan oldin nima bo'lganini birga gaplashib olamiz. U kuchini tekshirish uchun ko'p narsa oldi va ularni boshqa o'simliklarda ishlatib ham ko'rdi. G'alati joyi shundaki, ba'zi o'simliklar o'zgarmay qoldi. Ammo urug'larga o'xshaganlari soya bilan bo'lganidek katta o'simliklarga aylandi. Yana 3-toifa bor edi. Ularning ba'zilari qo'lida portlab ketdi. Buning sababi esa haligacha uning o'zi uchun ham katta sir bo'lmoqda. Han Feyn portlaganda ko'mirga o'xshab qoladigan qora qoldiqlarni ham topdi. Bu juda yaxshi edi. Isinish uchun saqlasa bo'lardi. Shu orqali qattiq sovuqda isinishning yo'lini topdi. Xursand bo'lib, butun e'tiborni kuchini oshirishga, narsalarni sinashga qaratdi. Boshida o'xshamasa ham, diqqatini jamlaganda mo'jiza yuz berib, istaganiga erishardi. Oqibatda uning bor quvvati tugab, yiqildi. Hozirgi holatga qaytsak, u bu kuchning mantig'iga tushunmaydi. Ba'zi o'simlikda ishlaydi, boshqasida esa yo'q. Bunga nima sabab bo'layotganini topish juda qiyin edi. Shunga qaramay, u tajribalardan so'ng kuchning siri nimada ekanligini fahmladi. Bu bevosita uning ongiga bog'liq ekan. Shu sababdan o'z tanasi va ruhini birlashtirib, tabiat bilan to'liq birga bo'ladigan holatni his qilish uchun meditatsiya qila boshladi. Uning o'ylari zo'r chiqdi. Ko'zini ochgach, Han Feyn qo'lidagi yashil nurni ko'rib, juda mamnun bo'ldi. Bu uning kuchi ongi bilan bevosita bog'liqligini isbotladi. Har safar yangi manga yoki manhva topasiz, ammo uning o'zbekcha tarjimasini topa olmaysizmi? Endi bunga yechim bor. mangadunyo.uz dunyodagi eng mashhur manga va manhvalarni sifatli o'zbekcha tarjimada o'qishingiz mumkin bo'lgan platforma. Sevimli mangalaringiz endi bir joyda. Hoziroq mangadunyo.uz saytiga kiring va sevimli manga hamda manhvalaringizni o'qishni boshlang. O'zbek tilida sifatli manga o'qish aynan shu yerdan boshlanadi. Kuch go'shtga asar qilmaganidan rosa xafa bo'ldi. Chunki bu uning butun umri faqat o'simlik yeb o'tishini bildirar edi. Bor e'tiborni jamlab, kuchlardan ishlashni so'rasa ham hech narsa bo'lmadi. Bu uni o'z fikrlari haqida qayta o'ylashga majbur qildi. Uning meditatsiya usuli esingizdami? U shunday qilganda ikkita xil rangni ko'rardi. Biri qizil, ikkinchisi yashil. U hozircha faqat yashil nurni sinab ko'rdi. Bu safar u ikkinchi kuchi bilan bog'lanish umidida ko'zini yumdi. Qo'li qizil yonib, go'shtni jirkanch tikanli narsaga aylantirganidan u lol qoldi. Bu yomon ta'sirdan jirkanib, go'shtni yerga irg'itib tashladi va yana tekshirgani unga juda sekin yaqinlashdi. Han Feyn go'shtni ushlab ko'rdi. Qizil nur qanday ta'sir qilganini o'ylab, uni qo'liga oldi. Go'sht yaxshi pishganga o'xshardi. Shu sabab qizil nur faqat isitish uchunmi degan savol tug'ildi. Qo'liga qarab bir narsani anglay boshladi. Go'sht pishmagandi. Yo'q, aksincha, u chirish jarayoniga qaytayotgan edi. Bu orqali u yangi sirni kashf qildi. Yashil nur o'sishni tezlashtiradi. Qizil nur esa uni qattiq sekinlashtirib, chirish holiga eltadi. Ikkisini birlashtirish uchun go'sht ushlagan qo'llarini birlashtirdi.
Sariq nur chaqnadi va go'sht avvalgidan ancha yirik bo'lakka aylandi. Ammo bu holat unda soya loviyalarga nima bo'ldi degan savolni uyg'otdi. Ular butunlay yo'qolgandi. Demak, u go'sht bilan qandaydir usulda birlashib ketgandi. Han Feng o'z kuchlarining ajoyib natijasidan hayratda edi. Go'shtni yaxshilab ko'rib, u o'z umrida ko'rgan eng yangi go'sht deb aniq bildi. U juda xursand bo'lib, buni darhol yana sinamoqchi bo'ldi. Lekin omad chopmadi. Ishi o'xshamadi, atrof qora rang bo'ldi. Alamdan qo'lini yerga qattiq urdi, biroq oxiri o'zini bosdi. Kuchlarini sinash uchun unda hali vaqt ko'p. Bir kun ichida shuncha narsa topganidan u shod edi. Qaniydi buni to'liq o'zlashtirsa. O'zini Supermenga aylanib, dunyo tepasida turaman deb o'yladi. Ammo ahmoq, jon saqlash uchun faqat ovqat yetmasligini angladi. Boshqalardan himoyalanishga qurol kerak edi. Qurol olgani ko'chaga chiqishni o'ylagan haqiqatni tushundi. Apokalipsis allaqachon boshlangandi. Xuddi o'tgan safargi kabi, dunyoda iyul oyida aql bovar qilmas darajada nihoyatda juda ko'p miqdorda qalin qor yog'ayotgandi. Harorat -45 ga tushishidan oldin qurol topish kerakligini o'ylab, u ko'chaga yo'l oldi. Biroq bu yerda qurol olish umuman noqonuniy edi. U o'yga tolib borarkan, sochi brokli kabi bir bezori o'zini kimligini aytib maqtanayotgandi. U o'zini Shi Gang Lita guruhidan bo'lgan Lao Wangning ukasiman deb hamma joyda aytardi. Bu janjallarda yutish uchun mening akam bo'yroq deydigan eski va juda ham odatiy ahmoqona usul edi. Han Feng bu yigitni yomon kiyinishdan qayerdadir ko'rganini birdan yaxshilab eslab qolgan edi. Qizig'i shuki, odamlar unga Uysiz Jo deb zo'r laqab qo'yishgandi. Keling, u bilan birga yashovchi Li Zi, ya'ni Jo haqida so'zlaymiz. U o'zini hamma bilan tanish odamdek tutardi. Odamlar kelib undan yangiliklarni so'rashardi. Aslida bekorchi, bu yigit hamma vaqt nolibgina o'tirardi. Go'yo qandaydir loyihaga millionlab pul sarflayotgandek o'zini tutardi. Bu yigitni ko'rib, Han Feng shu ahmoq unga kerakli qurolni topishga yordam berarmikin deb o'ylab qoldi. U Uysiz Jo bilan ko'rishib, uni anchadan beri taniydigandek bo'ldi. Aslida bu ahmoq qahramonimizni umuman tanimas edi. Han Feng uning kibridan foydalanib, o'zini Xiao Han deb tanishtirdi, hamda bir-birini eslash kerak bo'lgan qadrdonlardek tutdi. Uysiz ahmoq qarmog'iga tushib, ishi ko'pligidan eslolmagani uchun uzr so'radi. Han Feng atrofga qarab, unga tez yaqinlashdi va o'z holatini tushuntirdi. U gapini tugatgach, Uysiz Jo hayratda qolib, yigitga qurol nimaga kerakligini so'radi. Shu payt Han Feng nima deyishni bilmay qoldi. U bahona topguncha malla soch bezori qurol o'yinchoq emasligini, qonunga zidligini aytdi. Garchi uning qurol topadigan zo'r tanishlari bo'lsa ham. Bu Uysiz Jo xavfli ishlarga aralashishni aslo xohlamasdi. Han Feng unga o'z holatini tushuntirib, o'zini himoya qilish uchun zudlik bilan qurol kerakligini aytdi. U ishga ketayotganida bir kishi bilan aytishib qolgani haqida yolg'on voqeani batafsil to'qib berdi. Ikkalasi velosipedda ketayotganida u kishi ataylab uning yuziga tupuribdi. Bundan uning jahli chiqib, o'sha ahmoqni hammaning oldida do'pposlab tashlabdi. Rosa sharmanda qilgach, uni o'z holiga tashlab ketibdi. U odam qattirgina saqlab, og'aynilari bilan tezda qaytishni aytib ketibdi. Ertasi kuni butun boshli to'da yigitimizni ushlab, uni do'pposlabdi. Ular ustidan kulib, Han Fengni rosa ham yomon kaltaklashibdi. Shundan so'ng u o'zini himoya qilish uchun tezda qurol olmoqchi edi. Yaxshiyamki, Uysiz Jo uning hikoyasini eshitib, chin dildan achindi.